Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana O'zbekistonning tog'li hududlaridan biriga kelganmiz. Ya'ni atrofni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Xullas, do'stlar, shunaqa holat. Endi biz mana shu joyga men yo'l olishim kerak. Xudo xolos masjid mana bu ekan. Mana masjidga mana shu yerdan pastga tushib boraman endi. Ko'rib turibsizlar, manzara yaxshi. Komandamiz bilan yo'lga chiqqanmiz. Ya'ni yo'lga emas, qarang, damga chiqqanmiz, dam olishga. Mana bu taraflar bo'lni Toshkent shahri ya'ni joylashuvi. Ko'rib turibsizlar, bu taraflardan yangi Toshkent qurilyapti. Xabari borlar ko'rsa bo'ladi, yo'lni bo'yida kelayotganda. Ya'ni nima demoqchiman? Bunaqa joylarga tezroq kelib turishimiz kerak, sababi tanamiz, miya faoliyatimiz yaxshilanishi uchun, ya'ni shunaqa joylarga kelib o'zimizni, ya'ni o'sha ishdan tashqari bo'lgan kunlarimizni ko'paytirishimiz kerak. Sababi bu dunyoga faqat ishlash uchun kelmaganmiz. O'shani ham bir aytgim keldi. Ko'rishinglar mumkin. Xullas do'stlar, xudo xolasa bunaqa videolarni ko'proq qo'yishga harakat qilaman. O'zi bir 4 yil, 5 yil oldin men o'zi vlog olib yurardim. Ko'rishyapti. Shu baribir vlog olishga qiziqaman. O'zi soham sal boshqaroq. Vlogger emasman. Asosan marketing bilan shug'ullanaman. Shunda ham sizlarga vlog sifatida mana shu jarayonni ko'rsatishga qaror qildim. Yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash uchun like bilan podpiska esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar, tinch bo'linglar.